Assalomu alaykum ahli musulmonlar, qadrli do'stlar, sizlar bilan Haydarov Davron. Azizlar, bugun men sizlar uchun ajoyib bir she'rni sizga ilmoqchiman. Bu she'rni Tashmo'riy tomonlarda Fazliddin Do'st taxallusi bilan Fazliddin akam yozganlar. Ularga baxt va omad tilagan holatda bu she'rlarni sizga ilindim. Har bir insonning yoshligida kimnidir yaxshi ko'radi yoki mahallamizda qaysi chiroyli qizga oshiq bo'lamiz, butun mahalla bilan. Ana o'shanday holatni bu yerda tasvirlashgan, eshiting. Soy bo'yida, tor bir ko'chada bir qiz yashardi go'zal husnkor. Boshqa ko'cha edi bizni ko'chadan, uzoqroq edi bizlardan dildor. Bir go'zal edi sochlari qo'ng'ir, biram yoqimli husni bor edi. Ovozini tinglashga hatto bizlardaydan ko'plar zor edi. Biram sollanib yurar edi-ya, yuraklarda hayajon qo'zib, u nomard shunday jilmayardiki, jonimning jon tomirin uzib. Atirlari voh o'ldirardi, ko'chamdan o'tsa kutib turardim, izlaridan sezdirmay asta xushbo'yini itday hidlardim. Xullasi sevardim telba bo'lguday, xuddi boshqalar sevgani kabi. Yana bilmadim, balki menday sevishmas, lekin yonardi bu jonim mani. Yuraverdim tun quvdi kunni, na izhor aytdim, na qo'lim tutdim. Shunchalar latta bo'ldimki, o'z gulimni o'zgaga tutdim. Boshqalar menday emas ekanlar, yana latta emas, bo'shashgan dovdir. Shunchaki o'ylandi, qo'ydi mening sevgimni qoldirib sag'ir. Nega boshlovdim o'z hikoyam? Ha, esladim, esimga tushdi. Xullas o'sha sohibi jamol bugun nogahon yo'limdan chiqdi. Bir dovdirardim, so'zim topolmay, qalaysiz deyishga yaramadi til. Tushuning, men ham ishq nogironi, unga so'zlamoq menga ham og'ir. U menga boqdi, men unga boqdim, jim turaverdik soqovlar misol. Balki u ham xuddi men kabi olis o'tmishni surardi xayol. Bolachasi tortiqlar qo'lin, yuring uyga ketaylik oyi. Men o'ylardim, sevarmidi u? Javobimni bilolsam qani. Oxir bo'lmadi, qayrildi ketdi, ortga qolgan bolasini chorlab. Fazliddin kela qol bolam, mening ismimni qo'yibdi yo Rab. Muzlab qoldim turgan joyimda. Nahot u ham sevardi. Shunchalar ham ahmoqmidim a? Yuragimni hozir itlar tilardi. Xullas kalom al-qissa al-hol, bo'shashmang agar sevib qolsangiz. Urmaydi sizni, tishlab ham olmas, sevaman deb ayta olsangiz. Shunda balki siz ham men kabi bir kun attang qilib qolmaysiz. Bo'lasiz yoringiz quchoqlarida, menday hijron yutib yonmaysiz. Bu she'rni diqqat bilan eshitgan inson bir boshqacha bir his-tuyg'ularni sezadi. Azizlar, she'r sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlarni yaxshi ko'raman, yaxshi insonlar. Sog' bo'ling.